Bugungi bemorimiz 9 yosh, ismlari Aminjon. Burunda juda katta adenoid vegetatsiyasi bor va tomoq murtaklari juda kattalashgan. Oyijon esa nima bezovta qiladi bemorimizni? Shu kechqurun yomon xurrak otadi. Ba'zida nafasi ham nima qilishi Tiqilib qoladi. tiqilib qoladi. Tez-tez shamollaydimi? Tez-tez, ha. Kechalari qo'rqib ketasizmi Ha, birdan? qo'rqib. Nafas tiqilib qoldi deb. Ha, qo'rqib ketamanki, nafas olmayapti deb, shunga sizga murojaat qildik. Xudo xolasa duo qilib turasiz. Bugun jarrohlik amaliyoti o'tkazib, bemorimizni nafas olishlarini yaxshi bo'lishiga sababchi bo'lamiz. Inshaalloh. Ko'rishingiz mumkin, juda katta adenoid vegetatsiyasi, xalq tilida dimog'dagi go'sht deydi. Mana shu narsa bolamizni nafas olishlariga bermay kelyapti. Hozir olib tozalab, nafas olishlarini xudo xolasa tiklaymiz. Do'stlar, adenoid vegetatsiyasini olib bo'ldik. Juda katta edi. Mana hozir endi bemorimiz operatsiyadan keyin maza qilib nafas oladilar. Tomoq murtaklarini ham qisqartirdik ikki tomondan ham. Yangamojon, shunaqami? Qanday hislar? Yaxshimi? Xo'p. Qanday o'zgarish sezdingizmi? Mana bemorimiz 4-5 soat oldin adenotomiya va tonzilotomiya jarrohlik amaliyotini o'tkazganlar. Aminjon, qandaysan? Yaxshimisan? Nafas olishing birdan yaxshi bo'ldimi? Beqara? O, siz ham sezdingizmi hozir? Hozir xurrak otmayaptimi o'sha? Pishillamayapti. Qanday, mazza ekanmi?